Ko'pchilikdan agar burundan yaxshi nafas olasizmi deb so'raydigan bo'lsak, ha deb javob beradi. Lekin ularning yarmidan ko'pi burundan yaxshi nafas olmaydi. Ular faqatgina mana shu hozirgi burundan nafas olishiga o'rganib qolgan xolos. Yaxshi nafasni mana shu hozirgi olib yurgan nafasi deb hisoblaydi. Buni sababi bizda iqlimni juda ham iflosligi, chang miqdorining ko'pligi, dengizlarning yo'qligi va quruqligi hisobiga bo'ladi. Shuni hisobidan burun yo'llari, ya'ni yuqori nafas yo'llari kasalliklari O'zbekiston hududida juda ham keng tarqalgan. Va ozginagina burun to'sig'ini qiyshashi yoki pastki chig'anoqlarni kattalashishi yoki adenoid to'qimasi, mana shular burunga, ya'ni burundan nafas olishga juda ham katta ta'sir qiladi. Agar mana shu bemorlar Yevropa mamlakatlarida yoki namligi yuqori bo'lgan boshqa davlatlarda boradigan bo'lsa, o'zi sezishi mumkin, ya'ni O'zbekistondan ko'ra chetda yurgan paytida burnidan erkin va yaxshi nafas olishini. Bizni hududda bo'lsa, mana shu bemorlarga alohida davo choralarini ko'rsatish shart. Bunaqa bemorlarda qanaqa holatlar kuzatiladi? Ba'zan o'ng tomon, ba'zan chap tomonni bekilib turishi, burundan nafas olishni qiyinligi, ayniqsa uyqu paytida og'zini ochib uxlash, xurrak otish, ertalab uyg'ongan paytida boshi og'rib, burni to'lib uyg'onish va kun bo'yi doimiy charchoq hissi mana shu bemorlarni ta'qib qiladi. Va mana shu insonlar o'zini sog'lom turmushdaman deb o'ylashi va mana shu xatolardan bittasi. Bunaqa bemorlarga oddiygina lor ko'rigi va burun muammosini aniqlash tavsiya etiladi. Ko'pchiligi dori-darmon bilan davolash mumkin bo'lgan kasalliklar hisoblanadi. Birgina sprey mana shu muammolarni hal qilishi mumkin. Yosh bolalarda ko'pincha adenoid vegetatsiyasi, ya'ni adenoid bezini kattalashishi uchrab turadi. Mana shu yosh bolalar o'zida o'tadigan har bitta o'zgarishni to'liq tavsiflab, ta'riflab bera olmaydi. Mana shuning uchun ota-onalardan ko'proq mana shu bolalarni kuzatishni, uyqu paytida yoki kunduz kuni kuzatishni tavsiya qilamiz. Bolaning og'zi doimo ochiq bo'lsa, eshitish qobiliyati biroz pasayishini sezgan bo'lsangiz, uxlagan paytida xurrak otib, og'zini ochib uxlaydigan bo'lsa, tez-tez qulog'i og'rib qoladigan bo'lsa, mana shu adenoid haqida shubha qilishingiz mumkin. Chunki bola burnim bitdi, burundan yaxshi nafas olmayapman degan shikoyatlarni ko'pincha etmaydi. Chunki ular hali bu holatni tushunib yetmaydi oxirigacha. Va mana shu adenoidni kattalashishi ko'pincha 3-7 yosh orasida bo'ladi. Ya'ni aqliy va jismoniy ayni rivojlanadigan yoshda bolalarni. Maktabga chiqish paytida bolalarning o'qishini pasayishi, aqliy rivojlanishini kamayishi ham mana shu adenoid vegetatsiyasiga ko'p jihatdan bog'liq. Ya'ni burundan erkin to'yib nafas olmaganligi hisobiga o'qishlarini pasayish holatlari ham bolalarda ko'pincha kuzatilib turadi. Mana shu holatlardan ehtiyot bo'lish uchun, mana shu holatga olib bormaslik uchun, bolalarni sog'lom o'qishini, ya'ni aqliy jismoniy rivojlanishini yaxshilash uchun ham mana shu tekshiruvlarni o'tkazish kerak. Ya'ni qaysi tekshiruvlar? Oddiy rentgen yoki bo'lmasa adenoid vegetatsiyasini endoskop, ya'ni kamerada ko'rish orqali bolada bor muammo yoki yo'qligini aniqlash mumkin. Yoshi kattalarda bo'lsa, burun to'sig'ini qiyshayishi, bizning iqlimda allergik proseslarning ko'pligi hisobiga burun poliplari yoki bo'lmasa burun chig'anog'ini kattalashib ketish holatlari juda ham ko'p uchrab turadi. Mana shuni hisobiga boyaga aytganimizdek, ayniqsa kechqurun namoyon bo'ladigan sifatsiz uyqu, ya'ni uyquni yaxshi bo'lmasligi, bir necha marta uyg'onish, qancha ko'p bu bemorlar uxlaydigan bo'lsa ham to'ymasdan boshi og'rib, ertasi kuniga charchoq hissi bilan uyg'onish holatlari ko'p uchrab turadi. Bunaqa bemorlar ko'pincha lor qabulida saralanadi. Ba'zilariga dori-darmon bilan, ba'zilariga operativ usul bilan yordam berishga to'g'ri keladi. Mana shu muolajalardan keyin bemorlar burnidan erkin nafas ola boshlaydi va qon bosimi, doimiy bosh og'riqlari va hattoki ko'rish o'tkirligini pasayishi kabi muammolardan bemorlar ko'pincha xalos bo'ladi. Va mana shuni sabablari burundan yaxshi nafas olish bilan bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ko'pincha kardiolog yoki nevropatolog yoki oftalmologlar tomonidan lor qabuliga ba'zi bir bemorlarni ko'rikka jo'natishadi. Ya'ni qaysiki bemorlarda shunga o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, nafas olishi yaxshilangandan keyin o'z-o'zidan ikkilamchi belgilar ham o'z-o'zidan yo'qoladi.
Hozirgi kunda texnologiya rivojlangani sari operatsiyani turlari ham juda ham takomillashgan. Lazer xirurgiyasini rivojlanishi lor sohasiga ham kirib kelgani hisobiga juda ham kam invaziv endoskopik usullar keng tarqalgan bo'lib, mana shu operatsiyadan keyin bemorlar erta yoki indin kunlariga o'zini juda ham yaxshi his qiladi va bir necha kun yana o'tgandan keyin burundan erkin nafasni his qila boshlaydi. Siz ham o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Nafas olishingizda muammolar kuzatiladigan bo'lsa, o'z vaqtida lor shifokoriga murojaat qiling, yordam beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa burun bilan bog'liq muammosi bor tanishingizga jo'natib qo'ying.